Chiqdingmi, ketdingmi? Voy, hozir bolalar 2 minutda chiqaman. 2 minut. Nimaga har safar bu shunaqa qiladi? Xotinidan ruxsat so'rab chiqsa kerak-da hozir. Kelgunimizcha mana shu ishlarni qilib tursa bo'ladi-ku, har safar shunaqa qiladi. Bolalar, ketdingmi? Tohir, Ha? nimaga har safar choyxonaga ketadigan kunimizda 2 minut deb uyingga kirib ketaverasan, ha? Sallaga qizuvmi shu? Ha, qizuv-da. Sallaga qizuv bo'lsa, kirlaring uyga. Ko'rsataman. Sallaga qizuv bo'layotgan narsa mana, Nima bu? Oddiy xaladinlik-ku. to'g'ri aytasanlar. Bu oddiy xolodilnik. Har safar salla bilan choyxonaga ketishimdan oldin 2 minut uyga kirib, xolodilnikni ochib ko'z tashab qo'yaman. Ichida bitta osh qilishga masalliq yetsa, salla bilan bemalol borib choyxonada xotirjam o'tiraman, deb bolalar. Bolalar, yo'lda men shunda uyga kirib chiqaman. Ha, tinchlikmi? Uyda bir ishing bormidi? O'rtoq, bitta xaladinligimni qarab chiqiychi. Bitta osh qilishga yetarli masallig'im bormi ekan? Baraka top. O'rtoq, otam rahmatli aytardilar. Choyxonaga ketishingdan oldin uyga kirib, bir xolodilnigingga ko'z tashab qo'ygin bolam. Uyda 1 kilo osh qilishga masallig'ing bor bo'lsa, keyin bemalol choyxonaga borib ulfatlaring bilan qo'y yog'i, qo'y go'shtidan qozon ko'p oshingni yeb o'tirgin deb. Nima deysan? Otam rahmatli to'g'ri aytganmi-la? Yo, noto'g'rimi?